Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim har bir oila, har bir uy egasi, har bir yer uchastkasi bor inson bilishi shart bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap shunchaki qonun chiqdi degan gap emas. Gap sizning uyingiz, hovlingiz, kvartirangiz, ota-onangizdan qolgan mulkingiz, kreditga olingan uy joyingiz, hatto hali hujjati to'liq bo'lmagan qurilishingiz haqida ketyapti. Oxirgi paytlarda odamlar orasida uylarni tortib olishar ekan. Yangi qonun chiqibdi. Kadastr bo'lmasa buzib tashlashar ekan. Qarzi bo'lsa kvartirani olib qo'yishar ekan degan gaplar ko'paydi. Men bugun vahima qilmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan hammasini oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin. Qaysi holatda uy haqiqatan ham olib qo'yilishi mumkin. Qaysi holatda esa hech kim sizni uyingizdan chiqarib yubora olmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga uy hujjatlarini tekshirish, qarz yoki sud xavfini oldindan bilish, kadastrdagi xatoni tuzatish bo'yicha aniq qadamlarni aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam keyin sudma-sud yurib yillarini yo'qotishi mumkin. Avvalo bitta narsani aniq aytaman. Hech qanday qonun odamlardan hujjati joyida bo'lgan, qonuniy sotib olingan kadastr bor uyini shunchaki kelib tortib olishga ruxsat bermaydi. Bu juda muhim. Lekin shu bilan birga men shu uyda yashayapman. Demak bu uy meniki degan tushuncha ham yetarli emas. Bugungi kunda davlat tizimlari raqamlashtirilmoqda. Kadastr, soliq sud, bank, ijro byurosi, notarius ma'lumotlari bir-biriga bog'lanmoqda. Oldin ko'p narsa og'zaki kelishuv, mahalla biladi, qo'shnilar guvoh bilan yurardi. Hozir esa asosiy savol bitta: hujjatda nima yozilgan? Oldin ko'p odamlar yer olib uy qurib, keyin hujjatini keyin qilaman deb yurishgan. Kimdir uy sotib olgan, lekin notariusdan rasmiylashtirmagan. Kimdir otasidan qolgan hovlida yashayapti, lekin merosni rasmiylashtirmagan. Kimdir ipoteka olgan, bir necha yil to'lagan, keyin to'lovdan qolgan. Kimdir tadbirkorlik krediti uchun uyini garovga qo'ygan, lekin biznes yurishmagan. Kimdir noqonuniy ravishda davlat yeriga qurilish qilgan. Mana shunday holatlarda xavf paydo bo'ladi. Hozir o'zgarayotgan narsa shuki, mulk masalasida nazorat kuchaymoqda. Agar yer noqonuniy egallangan bo'lsa, agar uy garovda bo'lsa, agar sud qarori chiqqan bo'lsa, agar ijro hujjati bor bo'lsa, agar meros bo'yicha nizo bo'lsa, agar hujjat soxta bo'lsa yoki oldi sotda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu masalalar endi o'z-o'zidan yopilib ketmaydi. Tizim buni ko'radi, tekshiradi va oxir-oqibat qonuniy yechim talab qiladi. Ilgari odamlar ko'pincha shunday yashardi. Uy qurilgan, mahalla biladi, kommunal to'lovlar to'lanadi, elektr hisoblagich bor, gaz bor, suv bor. Odam o'ylardi, demak, hammasi joyida. Lekin yuridik tomondan qaraganda elektr yoki gaz ulanishi mulk huquqini tasdiqlamaydi. Kommunal to'lov kvitansiyasi ham mulk hujjati emas. Mahalla ma'lumotnomasi ham kadastr o'rnini bosmaydi. Qo'shnilarning shu odam 20 yildan beri yashaydi degan gapi ham har doim mulkni himoya qilib bera olmaydi. Endi esa ko'p jarayonlar faqat rasmiy hujjatlar asosida yuradi. Uy joyning kadastr hujjati bormi? Yer uchastkasi kimning nomida? Uy oldi sotdi shartnomasi notariusdan o'tganmi? Meros guvohnomasi olinganmi? Uy garovga qo'yilganmi? Bank oldida qarz bormi? Sud qarori bormi? Soliq qarzdorligi katta emasmi? Bularning barchasi muhim. Men ko'p uchratadigan holat. Odam 15 yil oldin hovli sotib olgan. Pulni bergan, kalitni olgan, yashab kelmoqda. Lekin oldi sotda notarial rasmiylashtirilmagan. Sotuvchi vafot etgan. Endi sotuvchining farzandlari chiqib, bu uy otamiz nomida, biz merosxo'rmiz deydi. Xaridor esa men pul berganman deydi. Agar qo'lda faqat tilxat bo'lsa, vaziyat murakkablashadi. Sudda pul berganini isbotlashi mumkin, lekin bu avtomatik ravishda uy uning nomiga o'tadi degani emas. Mana shu joyda uyimni tortib olishyapti degan og'riqli holatlar paydo bo'ladi. Yana bir holat, odam ipoteka asosida kvartira olgan. Masalan, kvartira narxi 500 million so'm, boshlang'ich to'lov 100 million, qolgan 500 million bank krediti. Birinchi 2 yil to'lab yurdi, keyin ishidan ayrildi, to'lovlar 8 oy to'lanmadi. Bank ogohlantirdi, restrukturizatsiya taklif qildi, lekin odam bormadi, ariza yozmadi, telefonni ko'tarmadi. Keyin bank sudga berdi. Sud qarori chiqdi, ijro jarayoni boshlandi. Shunda uy garov mulki sifatida sotuvga chiqarilishi mumkin. Bu davlat uyini tortib oldi emas, bu kredit shartnomasi bajarilmagani oqibati. Shuning uchun garov ipoteka qarz masalasiga juda jiddiy qarash kerak. Birinchi navbatda hujjati to'liq bo'lmagan uy egalari xavotir olishi kerak.
kadastrni keyin qilaman deb yurganlar eng katta xavf guruhida. Agar siz yer uchastkasiga egalik huquqingizni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, faqat eski qaror, eski ma'lumotnoma, qo'lbola chizma yoki mahalla xati bilan yurayotgan bo'lsangiz, albatta tekshiring. Chunki bugun muammo ko'rmasligi mumkin. Lekin ertaga sotmoqchi bo'lsangiz, meros qoldirmoqchi bo'lsangiz, kredit olmoqchi bo'lsangiz yoki davlat ehtiyoji uchun yer ajratish masalasi chiqsa, hujjat yetishmasligi sizga juda qimmatga tushadi. Ikkinchi guruh garovga uy qo'yganlar. Ko'p odamlar kredit olayotganda shartnomani o'qimaydi. Bank xodimi tushuntirdi, bo'ldi deb imzo qo'yadi. Lekin shartnomada to'lov muddati, penya, jarima, garovga qo'yilgan mulkni realizatsiya qilish tartibi aniq yozilgan bo'ladi. Agar siz 300 million so'm kredit olib 800 millionlik hovlini garovga qo'ygan bo'lsangiz, to'lovni mensimaslik mumkin emas. Qarzni to'lamasangiz, bank sud orqali garov mulkini sottirishga haqli bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar uyda bolalarim bor, meni chiqara olmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Bolalar borligi albatta ijtimoiy jihatdan muhim omil, lekin garov shartnomasi va sud qarori bo'lsa, jarayon to'xtab qolmaydi. Faqat qonuniy muddatlar, e'tirozlar, kelishuv imkoniyatlari bo'ladi. Uchinchi guruh merosni rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota vafot etgan, hovli ota nomida qolgan. Uyda bitta farzand yashaydi, boshqa farzandlar Rossiyada, Toshkentda, boshqa viloyatda. 10 yil o'tgan. Hamma indamaydi, keyin uy narxi oshadi yoki sotish kerak bo'ladi. Shunda boshqa merosxo'rlar ham ulush talab qiladi. Uyda yashab kelgan farzand men ta'mir qildim, men soliq to'ladim deydi. Bu dalillar muhim, lekin meros huquqini avtomatik bekor qilmaydi. Agar meros rasmiylashtirilmasa, nizo chiqish ehtimoli juda yuqori. 4-guruh noqonuniy qurilish qilganlar, ayniqsa yo'l chetiga ariq bo'ygan. Ko'p qavatli uylar oldidagi umumiy foydalanish yeriga, davlat zaxira yeriga, qishloq xo'jaligi yeriga, elektr tarmoqlari yoki gaz quvurlari muhofaza zonasiga qurilgan binolar xavfli. Hamma qurgan. Men ham qurdim degan gap himoya bo'la olmaydi. Agar qurilish xavfsizlik talablarini buzsa yoki yer ajratish hujjati bo'lmasa, uni qonuniylashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Agar sizning uyingiz bo'yicha kadastr hujjati bor bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, uy sizning nomingizda bo'lsa, sotib olish notarius orqali rasmiylashtirilgan bo'lsa, soliq va kommunal qarzlar bo'yicha katta muammo bo'lmasa, bank garov yoki sud taqiqi bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. Qonuniy mulk egasi eng kuchli himoyaga ega. Hech kim kelib, yangi qonun chiqdi, uyingizni bo'shating deb sizni chiqarib yubora olmaydi. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Men maslahat beraman. Har bir uy egasi yiliga kamida bir marta o'z mulki bo'yicha kadastr ma'lumotlarini tekshirib qo'ysin. Chunki ba'zan texnik xatolar bo'ladi. Familiya noto'g'ri yoziladi, yer maydoni noto'g'ri ko'rsatiladi. Uy maydoni eski ma'lumotda qoladi. Qo'shimcha qurilish kiritilmagan bo'ladi. Bugun kichik xato bo'lib ko'ringan narsa ertaga sotishda yoki merosda katta muammoga aylanadi. Birinchi misol. Akmal aka 2010-yilda 20 million so'mga hovli sotib olgan. Pulni bergan, lekin notariusga bormagan, chunki o'sha paytda sotuvchining hujjatida kamchilik bo'lgan. Keyin to'g'rilaymiz deyishgan. Akmal aka uyga 200 million so'mlik ta'mir qilgan, qo'shimcha xonalar qurgan. 2024 yilda sotuvchi vafot etgan. Merosxo'rlar chiqib kelgan. Endi uy bo'yicha nizo boshlandi. Akmal akaning eng katta xatosi pul bergan zahoti rasmiylashtirishni talab qilmagan. Agar notarial shartnoma bo'lmasa, u faqat pul berganini, uyda yashaganini, ta'mir qilganini isbotlashga majbur bo'ladi. Bu esa vaqt, advokat, ekspertiza, sud xarajatlari degani. Ikkinchi misol. Dilnoza opa ipoteka bilan kvartira olgan. Oylik to'lovi 1 million so'm. Bir muddat yaxshi to'lagan, keyin oilaviy sharoit sabab 6 oy to'lay olmagan. Bankdan xat kelgan, lekin u baribir hech narsa qila olmaydi deb e'tibor bermagan. Agar u birinchi oydayoq bankka borib, daromadi kamayganini tushuntirib, to'lov muddatini uzaytirish yoki vaqtincha imtiyoz so'raganida, ehtimol muammo yumshardi. Lekin sud bosqichiga o'tgandan keyin imkoniyatlar kamayadi. Shuning uchun kredit muammosida yashirinmaslik kerak. Bank bilan yozma muloqot qilish kerak. Uchinchi misol. Bir oila 25 yildan beri ota nomidagi hovlida yashaydi. Ota-onasi vafot etgan, 5 farzand bor. Hovlida eng kichik o'g'il qolgan. U yerga qo'shimcha imorat qurgan. Keyin uy narxi 20 milliard so'mga yetgan. Aka-ukalar ulush so'ray boshlagan. Kichik o'g'il, men qaradim, men yashadim, men qurdim deydi. Bu gaplar sudda inobatga olinishi mumkin. Masalan, qilgan xarajatlarni talab qilishi mumkin.
Lekin meros ulushlari masalasida boshqa farzandlarning huquqi ham bor. Demak, merosni vaqtida rasmiylashtirmaslik oilaning ichidan bo'lib yuborishi mumkin. 4-misol. Bir tadbirkor do'kon qurish uchun uyining bir qismini kengaytirgan. Yo'lga yaqin joyda 2 metr oldinga chiqib ketgan. Boshida hech kim gapirmagan. Keyin yo'l kengaytirish loyihasi kelganida aynan o'sha noqonuniy qo'shimcha qism buzilishi kerak bo'lgan. Tadbirkor men pul sarflaganman deydi. Lekin ruxsat bo'lmasa, kompensatsiya masalasi ham murakkab bo'ladi. Agar qurilish qonuniy hujjat asosida qilingan bo'lsa, boshqa gap. Agar o'zboshimchalik bilan qilingan bo'lsa, xavf yuqori. Endi juda muhim nozik joylarni aytaman. Birinchidan, davlat ehtiyojlari uchun yer yoki uy olinadigan holatlar bor. Masalan, yo'l qurilishi, ko'prik, metro, maktab, shifoxona muhim infratuzilma loyihalari. Lekin bunday holatda ham qonuniy mulk egasi kompensatsiya qolmasligi kerak. Baholash, kelishuv, boshqa uy-joy yoki pul ko'rinishidagi qoplama masalalari bo'ladi. Agar sizga uyingiz buziladi deyishsa, birinchi savol, qaror qani? Baholash hujjati qani? Taklif qilinayotgan kompensatsiya nimaga asoslangan? Men og'zaki gapga ishonmaslikni maslahat beraman. Ikkinchidan, sud qarorisiz ko'p holatda odamni majburan chiqarish mumkin emas. Agar kimdir kelib bo'shat desa, siz hujjat so'rashga haqlisiz. Ijro harakati bo'lsa, ijro hujjati bo'lishi kerak. Sud qarori bo'lsa, uning nusxasi bilan tanishish kerak. Lekin suddan xat kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi odamlar sud chaqiruvini olmaydi, borsam yutqazaman deb o'ylaydi. Aksincha bormasangiz, sizning dalillaringiz eshitilmay qoladi. Sudga borish, e'tiroz yozish, hujjat taqdim etish, advokat olish kerak. Uchinchidan, uyda ro'yxatda turish mulk egasi bo'lish degani emas. Ko'p odamlar propiska meniki, demak uyda haqqim bor deb o'ylaydi. Ro'yxatdan o'tish yashash manzilini bildiradi. Mulk huquqini emas. Mulk huquqi kadastr va davlat ro'yxati bilan tasdiqlanadi, albatta. Ayrim holatlarda yashash huquqi bo'yicha alohida nizolar bo'lishi mumkin. Lekin ro'yxatning o'zi uyga egalik bermaydi. 4-dan, nikohdagi mulk masalasini unutmang. Er yoki xotin nomiga olingan uy. Agar nikoh davomida umumiy mablag' hisobga olingan bo'lsa, oilaviy mulk sifatida baholanishi mumkin. Masalan, kvartira er nomida, lekin nikoh vaqtida olingan. Ajrim bo'lsa, xotin ulush talab qilishi mumkin yoki aksincha. Shuning uchun uy sotishda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinadigan holatlar bor. Hujjat mening nomimda, xohlaganimni qilaman degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. 5-dan, uy sotib olayotganda faqat narxga qaramang. Arzon uy ko'rsangiz, nega arzonligini tekshiring. Kadastr joyidami? Garovda emasmi? Sud taqiqi yo'qmi? Meros nizosi yo'qmi? Uyda ro'yxatda turgan, lekin ko'chib ketmagan odamlar bormi? Kommunal qarzlar kimning zimmasida? Yer maydoni hujjatdagidan ortiqcha emasmi? Ko'p aldovlar aynan shoshilishdan kelib chiqadi. Birinchi qadam, uyingizning hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi. Sud qarori bo'lsa, uning nusxasi, ipoteka yoki garov shartnomasi, soliq to'lovlari, kommunal shartnomalar, pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarni tartiblang. Hujjatlar yo'qolgan bo'lsa tiklash mumkin. Lekin yo'q edi. Topolmadim deb yurish xavfli. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki may.gov uz orqali ma'lumot oling. Uyingiz kimning nomida? Maydoni qancha? Yer maydoni qancha? Taqiq yoki cheklov bormi? Garov belgisi bormi? Shularni aniqlang. Agar familiya, maydon, manzil yoki boshqa ma'lumotda xato bo'lsa, tuzatish uchun ariza bering. Arizada kadastr ma'lumotlaridagi texnik xatoni tuzatib berishingizni so'rayman deb yoziladi va tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. 3-qadam, agar uy meros bo'lsa, notariusga boring. Vafot etgan shaxsning o'lim guvohnomasi. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, uy hujjatlari, merosxo'rlarning pasportlari kerak bo'ladi. Meros masalasini qancha erta rasmiylashtirsangiz, keyingi nizo shuncha kamayadi. Agar boshqa merosxo'rlar bilan kelishuv bo'lsa, ulushlardan voz kechish yoki ulushni ajratish qonuniy tartibda qilinadi. Og'zaki men da'vo qilmayman degan gapga ishonib qolmang. 4-qadam, agar kredit yoki ipoteka bo'yicha to'lov qiyinlashsa, darhol bankka yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashish yetarli emas. Arizada oilaviy sharoitim yoki daromadim kamaygani sababli kredit to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, muddatni uzaytirish yoki vaqtinchalik yengillik berishingizni so'rayman deb yozing. Arizani kirim qildiring yoki elektron tarzda yuboring. Sizning maqsadingiz bankka yashirmayotganingizni, muammoni hal qilishga harakat qilayotganingizni ko'rsatish.
Bu keyin sudda ham muhim bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar suddan xat kelsa, darhol harakat qiling. Da'vo arizasini o'qing, talab nima ekanini tushuning. Muddatlarga e'tibor bering, e'tiroz yozing, dalillarni ilova qiling. Agar tushunmasangiz, advokat yoki yuridik maslahatga boring. Sudga bormasam ish yurmaydi degan fikr noto'g'ri. Sud sizsiz ham ishni ko'rishi mumkin. Siz bormasangiz o'zingizni himoya qilish imkoniyatini yo'qotasiz. 6-qadam, noqonuniy qurilish bo'lsa, uni yashirib yurmang. Qonuniylashtirish imkoniyatini tekshiring. Buning uchun kadastr organlari, arxitektura bo'limi, tuman hokimligi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Lekin hamma qurilishni ham qonuniylashtirib bo'lmaydi. Agar qurilish muhofaza zonasida, yo'l hududida, xavfli tarmoqlar ustida yoki boshqa shaxs yerda bo'lsa, muammo jiddiy bo'ladi. Shuning uchun yangi qurilish boshlashdan oldin ruxsat va loyiha masalasini hal qiling. 7-qadam, uy sotib olayotganda mustaqil tekshiruv qiling. Sotuvchi hammasi joyida desa ham, siz notarius, kadastr, bank garovi, sud tahqiqi. Ro'yxatda turgan shaxslar kommunal qarzlar bo'yicha tekshiring. Pulni to'lib berishdan oldin shartnomani rasmiylashtiring. Avval pulni bering, keyin notariusga boramiz degan taklifga ehtiyot bo'ling. Katta summani faqat qonuniy tartibda, imkon qadar bank orqali yoki tasdiqlovchi hujjat bilan bering. 8-qadam, agar sizga uyingiz buzilishi yoki olib qo'yilishi aytilsa, tinch, lekin qat'iy bo'ling. Hujjat talab qiling. Qaror nusxasini oling. Baholash xulosasini so'rang. Kompensatsiya shartlarini yozma ko'rinishda talab qiling. Mustaqil baholovchiga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar rozi bo'lmasangiz, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Hech qachon bo'sh qog'ozga imzo chekmang. Keyin to'ldiramiz deyishsa ham imzo qo'ymang. Men amaliyotda ko'p ko'radigan eng katta xato bu hujjatni oxirgi o'ringa qo'yish. Odam uyga 300 million so'm ta'mir qiladi. Lekin 300 ming so'mlik hujjat tekshiruviga erinadi. Keyin esa millionlab zarar ko'radi. Ikkinchi xato, qarzni yashirish. Bank qo'ng'iroq qilsa telefonni o'chirish, xatni olmaslik, sudga bormaslik muammoni yo'q qilmaydi. Aksincha kattalashtiradi. Uchinchi xato, qarindoshlar bilan mulk masalasini og'zaki qoldirish. Aka, uka, opa, singil bugun yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ertaga vaziyat o'zgaradi. Hamma narsa yozma va rasmiy bo'lishi kerak. 4-xato. Notanish odamdan arzon uy olish. Shoshilinch sotiladi. Hujjatini keyin qilamiz. Egasi chet elda ishonchnoma bor. Meros hali ochilmagan, lekin muammo yo'q degan gaplarda ehtiyot bo'ling. Ishonchnomaning haqiqiyligini tekshiring. Sotuvchi haqiqiy egami, vakolati bormi? Uyda taqiq yo'qmi? Bularni bilmasdan pul bermang. 5-xato, bolalar nomiga yoki qarindosh nomiga uy rasmiylashtirib, keyin nazoratni yo'qotish. Masalan, ota pul beradi. Uy o'g'il nomiga olinadi. Keyin o'g'il qarzga kiradi, uy garovga qo'yiladi yoki ajrim bo'ladi. Ota pul meniki edi deydi, lekin hujjatda egasi o'g'il. Shuning uchun kimning puli, kimning mulki? Qanday kelishuv bor? Bularni oldindan o'ylab qiling. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, uylarni ommaviy ravishda tortib olishadi degan vahimali gapga ko'r-ko'rona ishonmang. Lekin menga hech narsa bo'lmaydi deb ham o'tirmang. Qonuniy hujjati joyida bo'lgan mulk egasi himoyada. Hujjati chala, garovdagi, qarzdagi, meros rasmiylashmagan, noqonuniy qurilgan yoki sud nizosidagi uy esa xavf zonasida. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng kuchli maslahatni beraman. Bugun kechiktirmang. Uyingiz hujjatini tekshiring, kadastrni ko'ring, garov va taqiq bor yo'qligini biling, merosni rasmiylashtiring. Kredit bo'lsa, to'lovni nazorat qiling. Suddan xat kelsa, befarq bo'lmang. Har bir gapni yozma hujjat bilan tasdiqlang. Agar shu videodan keyin hech bo'lmasa bitta odam uyini sotib olayotganda aldanib qolmasa, bitta oila meros janjalining oldini olsa, bitta qarzdor bank bilan vaqtida kelishib, uyini saqlab qolsa, demak bu ma'lumot foydali bo'ldi. Sizningcha uy-joy hujjatlari bo'yicha eng katta muammo nimada? Kadastrdami, bank kreditidami, merosdami yoki noqonuniy qurilishdami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki mulk masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning kelajagini saqlab qolishi mumkin.